Noinsoflar, sizlar qilgan noinsoflik orqasidan prezidentimizning reputatsiyasiga yomon ta'sir qilayotganini bilasizlarmi? Mana Jizzaxlik, ana Farg'onaliklar qilyapti deb xalq orasida gap tarqatilayotganini eshityapsizlarmi o'zi? Qo'yilgan videolar, izohlari, kommentariyalarni o'qiyapsizlarmi bir? Sizlar sindirasizlar, lekin bari yomon gaplar prezidentga boryapti. Hech o'ylab ko'rmaysizlarmi? Shunday parvarishlayapman tadbirkorlarni, o'zim uchrashyapman. Mana shunda siljish bo'ladi. Sizlarni o'ylantirmasa biz davlatimizni, prezidentimizni taqdiriga befarqmiz. Sal o'ylab ko'ringlar. Bunaqa videolarimizdan keyin qaysi tadbirkor, investor O'zbekistonga pul tikkisi keladi? Bizda ikkita xitoylik investorlar loyihalarini tugatib, sarson bo'lib qaytib ketyapti. Nima ular boshqa tadbirkor do'stlariga keyin O'zbekistonda pul tikinglar deydimi? Bunaqa voqealar ularni cho'chitib qo'yadi-ku axir. Prezident davlatni rivojlantiray, iqtisodni o'stiray deb qaysi davlatlarga borsalar, tadbirkorlarni, investorlar bilan uchrashtiradi. Qanday mashaqqat bilan chet davlatga borib, bank bilan uchrashaman, tadbirkorlar bilan uchrashaman, katta loyihalarda kelishaman, lekin meni vakilim bo'lgan odamlar uxlab o'tiribdi, mudrab o'tiribdi. Lekin sizlar bir minutda minglab odamni ishli qilgan 3 ta investitsion loyihani ishlab turgan tadbirkorni qamatib sindirasizlar. Oqibati sizlarga qiziqmas-ku. Dadamni qamatishga asos bo'lgan Agrobank viloyat yuristi hatto korxonamizning manzilini ham bilmasdan, texnologiyalarni ko'rmasdan kreditni maqsadsiz deb xulosa bergan. Nima bu ahvol? Viloyat prokurori uyimizga kelib dadamga muddat bersa, bunga tumanning prokuraturasi qaramasa, o'zi biz kimga ishonishimiz kerak o'zi? Ayyo nima, xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga xat yozib jar solaylikmi? Agar vaziyat o'zgarmasa yozamiz ham kerak bo'lsa. Sudda ko'ryapsizlar, yuzlab odamlar kelyapti. Nima bu xalqning fikri qiziqmasmi sizlarga? Sizlarga Xudo insof bersin. Biz to'xtamaymiz. Bilinglar. Sizlar qaysidir zakasishdan qo'rqib dadamni qamatyapsizlar, ha? Lekin buni orqasida nima bo'ladigan ishlarni prezidentimiz islohotlariga ta'sirini o'ylamayapsizlar. To'g'ri, bittasini xatosi yopaman deb bir nechta vallomatlar dadamni tuhmat qilib bo'lsa ham qamatmoqchi. Dadam oqlansa hammasini, dumini tugishini ham yaxshi biladi. Lekin o'ylaymanki, Suriya janoblari faqatgina davlatimiz islohotlarini yomon ko'rsatayotgan vallomatlarni ishda qolish masalasinigina o'ylamaydi. Minglab oilalarni ish bilan ta'minlangan, prezident e'tiborida bo'lgan yirik tadbirkor taqdirini ham e'tiborga oladi deb o'ylayman. Kimnidir zakazi emas, qonun ustuvor deb o'ylayman. Shuncha voqeani bilib yana dadamni qamashsa, keyin bilmadim, dodimni kimga aytaman. Bir tarafdan bu ish nazoratdagilar arqoni uzun tashlaganiga ishonaman. G'alvir ko'tarilgan vaqtda bularni tomiri bilan yulib olishadi. Chunki rahbariyat shunday ishlaydi. Prezident tadbirkor meni nazoratimda desayu, bular o'zini o'ylab o'yin qilishi prezident siyosatiga, davlatga qarshi chiqishdek, xoinlik qilishdik. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin. Mayli, hammasini vaqt ko'rsatadi. Agar rostdan dadamning aybi bo'lganda, allaqachon biz gapirayotganlar munosabat bilan chiqib, aybimizni yuzimizga solardi. Xullas, Samarqandda salqin tushgan. Qalin kiyinib yuringlar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar do'stlar. Hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar sog', omon bo'linglar. Bundan ham eksportni oshiramiz, yangi ishchi o'rinlar yaratamiz. 2024-yil 24-fevral soat 5:30da yozib olinyapti bu video. Bu videoni men oldirishimdan maqsad, men tadbirkorman, men jinoyatchi emasman. Men pul yuvgich tadbirkor emasman. Shu paytgacha men mehnatim bilan, peshona terim bilan shu joygacha kelganman. Buni orqasida kimdir turganligini bilaman men. Kimdir turibdi. Shu tadbirkorni sindirish kerak, mol mulkiga egalik qilish kerak. Murod maqsad shunday. Agar bu video siz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ylangki, bilingki menga biror nima bo'lgan.